shu generator. Nima deganingiz bu? Qilmagan ishganmi? Shunaqa dedimi aka? Qilmagan dedim. Shunaqa. Qana aka o'chiraman. Ana o'chiraman. Ha, videoga olib qo'ying agar aniq qilaman, boshqa yerda aniq qilaman. O'chiraman. Ana yonmaydi. Ha, просто bir xil odamlar aniq qiladi-ku. Bitta qanday qilib o'chirmadi. Videoga chiqamiz endi. Jonlantirib olish uchun kerak-ku bunda. To'xta, mashina olaylik-da. Sanqoshli bilan. Endi qisqa bo'lib 4 quyosh panel qo'yib qo'yib, asos mana bo'ladi. Mana, hamda tepaga quyosh paneldan foydalanyapti. Mana qisqa bo'ladi. Yağladan uçurmanı koyayım. Ana. Bu yaptı lan tıkışlarını. Aldım. Şurada. Ben şunu bir yatak açayım istedim. Bir kenar koyalım. Bu kanalına bu agar anoqlasa primo chiqib ketaveradi-da. Yemaydi. Buni agar anoqsa yeyishga boshlaydi. Tushunchlarmi? O'shancha akkumulyatorga Xitoyga borib, patent topshirishdi ularga. Biyozamish. Qanaqa akkumulyatorni topshirdi? Vakuumli. Ha. Hozir uni qo'ysa elektromobilga. O'ldim deganda 1200 kilometr. Endi mashina bilan. Ani Yandex Pandex'ga o'xshagan, o'shani qilsa bo'ladi deb-ku. Batareya vakuumli akkumulyator o'zi bo'ladi. Hozir elektromobil sizga akkumulyatorsiz olib kelib berilsa, o'sha vakuumli Mana shu generatorimiz, mana shu ishlashlari, qanaqa qilishlari. Generator ishlashlari. Mana shu 100 wattli lampochkani o'qadi. Mana ko'pga tiqilmagan. Faqat shu rasxod quvvatda ishlar. Suv ham shu просто aylanib